Hepimiz kardeşler. Hazır vaktinde hayırlı olsun. Biz ma vaqtgacha şu kuantum texnikasi, ya'ni kuantum mexanikasi haqida so'zlab kelayotgandik. Bugun eng oxirgi darsimiz 15-ci ders bo'ldi. Ya'ni şu kuantum mexanikasiga aloqador darslarni 15 ders video yo'llab shu Qalbil degan bizningki YouTube kanalimiz. Şunga chiqarib bo'ldik. Şuna agar mush kuantum aloqador munosabatlik mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lganlar, shu Qalbil YouTube kanalına kirib aşağıdan kirib alsan, ko'rsanlar, hem başlarga tavsiye qilib qo'yishinglarni, hem a'zo bo'lib olishinglarni umid qilamiz. Vaqtida videolarni ko'rib turish uchun turishimizni qo'ng'iroqni eshitib qo'yishinglarni umid qilamiz. Bundan sonra bugungi degan vaqtda kuantum mexanikasini, ya'ni kuantum texnikasining kelgusi, ya'ni kelgusi qanday bo'ldi buningki degan buni azroq tunish paranglashimiz. Buni o'chirayapti. Men 2025, ya'ni shu Qurban texnika Uyg'urlar yili bo'lsin deb o'zimga bir vazifa qilgandim, ya'ni nishon qilgandim. 2025 butunlay shu sun'iy aql, shu Qurban texnika haqida videolar yo'llandi. Ma 16 haftalık planlagandim. Her haftada bir de yollaydık. 16 hafta planladım. Bir haftalıkni qisqartib etdim. Biraz mürekkep bo'lgan qismda, chunki kuantum mexanikasininki ruh bilan, ya'ni ong bilan, ruh ilmi bilan, falsafa bilan degandek munosabatlar qanday? Bularningki bir-birisiga ta'sir ko'rsatish qanday degandek narsalar bor. Bularni cho'digan vaqtda hozirgi saviyada so'zlamaslikni qaror qildim. Shunga oldin qatim ozroq so'zlab qo'ydim. Shu kuantum demek. Kuantum texnikisinki, kuantum mexanikisinki felsefe bilen bo'lgan münasebeti. Doğruluk söz degandim. Şuna bu to'g'ri aşağıdan ko'rasanlar, fikrlab kirmoqchi bo'lganlar. Kuantum mexanikisinki shu ruh ilmi va ong bilan bo'lgan munosabati, felsefe bilan bo'lgan munosabati deganlarni shu sun'iy aql, ya'ni ChatGPT ulamdi yoki bo'lmasa Grok ulamdi yoki bo'lmasa Gemini degan ulamdi degandek izchanglar materiallar chiqdi. Aşağıdan bir kırbasan buldu. Belki keyin bir mezgil yuqori ko'tarilgandan keyin tushunilgan. Endi ikkinchi qadamda biz mushu kuantum mexanikasini, kuantum texnikasiniki sun'iy aql, ya'ni mashina o'rganishga bo'lgan, mashina o'rganish bilan bo'lgan munosabatini ko'ramiz. Shuna agar o'rganmoqchi bo'lganlar balkim 5-oyninki boshlaridan boshlab shu sun'iy mashina o'rganish, ya'ni nol seviyeden başlandı. Kanda şu normal kompüter işletilerinden boşla ügünüp bitiradigan haletde sözleyimiz. Eğer ügünlükçü oğullar nähmeden katnışman lisanı, nähmeden katnaşsanı buldu. Bizning her ders başlanıştan burun toplumumuzga yollap koymak şu ulmuş adresine şekilde ders anlap yetişmasan buldu. Bu mesela YouTube kanalından üyelik yapmasan buldu. Bu da mesela bugün başlayalım. Dersin başlayalım. Bugün söylüyorsun kuantum texnik, yani kuantum texniklerinde kuantum dep alıverdim. Kuantum degen Uygurca biz to'liq o'tirib ders vaqtımızda fizik o'qitishimiz. Bizga Uygurca kuantum deymiz degan. Şuna kuantum dep aldım. Ya şu İngiliz şüphet elivermen deydiganlar bo'lishi mumkin kuantum dep. Şuna aşlı qanday oson bo'laverdi. Uygurcha kuantum dep oson bo'ldi. Bo'ldi ekan. Endi bir İngilizce şüphet elivermen tut elivermen sana kuantum teknikse dersen buluyor. Buldan bugün ben söyleyeceğim mezunlar çok iyi vakti şu mundar yani kuantum tackle yani simulation diyemiz kuantum simulation. Onun için kuantum ölçek yani kuantum sensör. Yani onun için kuantum materyalleri yani kuantum material ne? Onun için kuantum texnikasının kelgusi qanday? Kuantum texnikasi kelgusini qanday? O'zgartirdi. Mushu 4 cho'ng tiyimni asos qilib so'zlaymiz. Birinchi qilib jo'g'ayapti kuantum tackle degan simulation deymiz. Buni odatda biz bu simulation degan nima deyapti? Kichik ulug' yaratish degan. Masalan, alaylik bir cho'ng bir cho'ng bir projelarni qilgan vaqtimizda uni jo'g'ayapti. Eng boshda kichik bir tackle, ya'ni sun'iy simulation, ya'ni tackle'ni yasaymiz. Shu yasab ko'rsatib, uni keyin qarashtirib, xayrida razı bo'lgandan keyin jo'g'ayapti. Ani keyin cho'ng proyektga kirishimiz degan.
Bizim projeksiya vaqtda aşında göstərimiz. En başta küçük aletdə işləməsən 1 milyon data olğan bolsa, biz onu 5 milyon, 2 milyon işlətiblə, yoki o özünü işlətib onu göstərimiz üçün. Bu şunda qılımız, biz nə qılıb birimizdə. Onun kimi qarşıda məqul olğandan da ödətən. Şunu aş təqildə qilish, simulasiya qilish, simulation deyildi, inglizcə. Quantum simulation. İkincisi kuant ölçeş. Kuant ölçeş. Bu nima deyapti? Kuantum ölçeğini senzor deymiz. Senzor mesela yer astidagi bayliqlarni tekshirish, uning ikkinchi oyoqda uzunlikni o'lchash degandek narsalar joyda shu kuantum sensor orqali qilinadi. Endi buning nimalarga qarasa, aniqlik darajasi texdan yuqori. Hozirgi klassik o'lchashlar qaraganda texdan yuqori. Chunki nima ish qilyapti? Bu nano sohada nano texnikasini aletde ölçeği bunda bo'lgandan bu buniki o'lchash to'g'rilik darajasi intayin yuqori degan. Endi kvant materiallar jo'ylasam, masalan, biz eng ko'p ishlatayotgan kvant materiallardan qaysi bor degan vaqtda, masalan, kompyuterimizning chiplari bor-ku. Ashlar bizningki eng ko'p ishlatayotgan kvantum materiallar qatoriga kirgizilgan. Onun başka yoqda bu mesela en modulatkan şu kuantum çipler dese bu yani başka yoqda mesela yerim ötküzüçler degendek. Aşağıdan hamiz yoqda şu kuantum materyaller buluyor degan. Amaliyotda biz bu kuantum texnikasini bilmagan bilan biz amaliyotda bularni ishlatyapmiz shu o'zimiz bilib bilmaydigandek. Endi bularni tafsilga tushuntirib bersak, kvant texnikasining kelgusi. Deganda bunida kvant taqildi, kvant o'lchash, kvant materiallar dedi qo'yatdim. Endi kvant taqil degan nima deyapti? Boyatni deb ketgandik. Ya'ni o'lik yaratish, hasıllash deysiz. Hasıllash deysiz. O'lik yaratish deb bo'ladi. O'lik yaratish yoki hasyllash degandek. Taqildi qilish deb bo'ladi. Bundan joyda kvant o'lchash. Bu odatda shu kvantum texnikasiniki, ya'ni kvant o'lchash, kvantningki alayda, ya'ni kvantumningki alayda xususiyatini odatdagi o'lchash hukmi bilan birlashtirib, texmi aniq bo'lgan, texmi ilg'or bo'lgan o'lchash texnikasini ko'rsatadi yani. Bunga kvant materiallar so'rayapti. Shu kvantumningki sirli xususiyatlari, masalan, entanglement deymiz, superposition deymiz, degandek mus alaydaliklardan foydalanib so'rayapti. Yasalgan materiallar kuantum materiallar bo'ladi endi. Onun kendi bunu sözle qildi. Kuantum taqil dedik, kuantum o'lchash dedik, kuantum materiallar dedik. Endi bu bizga nima ish qildi? Men davomli bir narsani o'rgangan vaqtimda har zaman o'zimga deb kelgan narsa bu nima bu? Nima ish qiladi u buni? Ma'na nima foydasi bor? Degan ustidan qo'yib keldim hozirgacha. Xatolar hozirgacha to'g'ri. Ya'ni mag'lub bo'lmadim. Ya'ni bir narsani o'rgangan vaqt bu nima bu? Nima qiladi bu? Ma'ning foydasi bor. Deb har qator mashina o'zim savol qo'yman, sizlarni savol qo'yishini qo'yib yaxshi. Unutmayın. Kuant tahlili yöntemi biz nima qila olamiz bundan? Degan vaqtda yangi dorilarni tadqiq qilib chiqaramiz degan. Uning kelgusi vaqtda muhit asragan materiallarni loyihalaymiz, texnik kuchli va texnik yirik bo'lgan materiallarni loyihalaymiz degan. Masalan, anglisi texnik kuchli, texnik yirik bo'lgan joyda masalan aeroplanninki texnik yirik bo'lgan vaqtda yuk ko'tarish ig'irlik so'rayotgan vaqtda texnik ochiq nol degan. Buning kelgusi o'qitmas keyinlar so'rayotgan vaqtda, ağaçlarning so'rayotgan vaqtda texnik yeni qilgan vaqtda masalan hozir 3 kilo 4 kilo bo'lgan bo'lsa, uncha 500 gram 200 gram qilgan vaqtda jo'ray vaqtda uningki texnik ishlatishlarligi bo'ldi degan. Boshqa yerda joylarda boyatni simulation dedik. Shu simulation ishlatib turgan vaqtda biz yangi dorilarni tadqiq qilib yasalaymiz buni. Uning ikkinchi vaqtda mush kvantum o'lchash dedik boyatni. Buning uchun vaqtda bu bizning qo'llarimiz. Diğer opsiyon en adresi birisi GPS. Yani yol başlaş sistemisi, ürün belgeli sistemisi degende. Onun kendi çoğu yokta yer tebereşini aldın mölçerleş degende. Bulanca aldın siziş, yani mölçerleş. Ne karşı aldın siziş degenlerde köprek şeyler. Çünkü e, mağdur yokta kuantumdaki entanglement. Yani petişiş altını paylanınca anda. Şuna bunun tizlike imtihan yukarı değil. Mesela bir yerde alaylı sen bizim orada Ürümçi'de yerde öğren bolsa yaptığın yerde şu haman bilip dolayı denge. Ben miye tevridi. Aşağıda tız denge de sürde.
Onun kendi öyle yaptı çoğunluğunun sırrını yiyişeş deyildi. Çünkü bu aldı kıtım şu Jungkook'unki bir biyotek diye bir şirketi şu çoğunluğununki import. Yani dolgun çastosun payını tutup diye vaqtda şu nima o'ylayotganligi degandek narsani kompyuter yani üstüne yaqinlar kompyuterga yozdi degan. Uning kendi mahsusi Elon Musk'ning shirkatimi shu biotek shirkati bilan birlashtirib shuni qiladi endi. Anda yang materiallarni bayqash endi masalan shu kun taxt deb bor. Kun nuridan foydalanib energiya hosil qilgan. Shu cho'di vaqtda shu nimadan foydalanadi? Kvantum materyalları paylaşıyor. Yani zaten derecen taşları iniş sahip. Mesela atom sahip dep anlam buruşu mümkün. Atom sahip. Atom sahip karga vakti da mavu derecen taşları sahip iniş sahip diyor. Bunu tehide inalık derse tehide mi yukarı deyin. Atom sahip mi yukarı deyin. İnalık derse. Aşağıda. Bu da deyin. Şimdi şöyle yaptı. Kuantum materyaller bayatın degende kuantum materyaller yani bunu kılacak biz nime girişimiz yani. Biz nime kılalım. Adet biz işletilayotgan ultra ötküzgüç magnet sirkiliş yok. Mesela yerim ötküzgüç degan narsalar var. Yerim ötküzgüç dep öğrengen tutulup ultra fizikalları. Aslında şöyle bunu da paylaşıyor. Yukarı enerji tok yetkizgini buldu. Mesela jirak urlağı tok yetkizge vaktimiz şöyle vakta. Bu şu yerim ötküzgüç halatga yetkizge vakta tokun ısırap olup isinin altın ağır buldu denge. Onun kendince vakta yukarı derecen taşları yukarı iqtidarlı kompüterlerini yasana buldu. Mesela kuantum kompüter dep anlagan bulsun mümkün degende. Başka tarafta çipler nesini buldu. Meğer mesela nurgul çipler yasalып oldu. Mesela hozircha 5 tal chip yasalып oldu. Birincisi ama Google'ninki Willow, ikkinchisi yoqda Microsoft'ninki Majority. Uning kendincha yoqda IBM'ninki nima aytadi Heron. Uning kendin Jungo Pella Akademisininki Amazon'da Alibaba bilan birlashib ishlab chiqqan bir çıkmasın ba. Nimita Zhuchungji mu? Zhuchungji 3. İşkine hesap bolganda 3 nima qatim e'lon qildi degandek. Uning keyin biz keyin taraqqi qilsak Uyg'ur Kiyuch, ya'ni Uyg'ur e, Quantum Chipi degan mushuna bir ismda balki bir Uyg'urlarmi o'ziniki chipini hesab qilish ehtimolligi nol emas degan bor. Ehtimolligi yo'q emas degan. Kuantum texnikasi o'sha dunyoni qanday o'zgartirdi, kelgusini qanday o'zgartirdi degan masala bo'ldi. Endi menga qarab bo'lsa, kuantum texnikasini taraf qilish aytishda vaqtda, mushu bizningki hozir ishlatayotgan cho'ng sonli qiymatlarni tuzakda eng tez holatda hal qila oladi va tez holatda ashni analiz qilib va tez holatda bizga natijasini ko'rsatib beradi degan. Buning uchun juda vaqtni ustimiz degan. Ikkinchi vaqtda başlayan uçur aloqasi va internet. Ninki taraqqiyotni ilgari surgan bo'ldi. Uning keyingi vaqtda bu o'sha internet degan yoqda masalan sinab qilinib bo'ldi. Quantum aloqa, telecooperation degan narsa. Bu juda yoqda o'sha hozirgi klassik internetning o'rnini oladi degan gap. Nima qiladi yoqda buningki bexatarlik darajasi intayin yuqori degan gapda. Endi undan boshqa vaqtda sun'iy aqlning ixtiyorini tajrib taraqqiyot. Masalan, bayonida qo'yib cho'ng sonliq ma'lumotlar ham bor. Cho'ng sonliq ma'lumotlarni joyda hozir ishlatgan masalan biz ishlatganlar masalan 1 milliard bo'lmaydi-ku deytaman. Eng cho'ng sonliq ma'lumot 1 milliard bo'lmaydi degan. Masalan, nimaniki o'ylamaniki metashirkniki o'ylamaniki large language model joyda 400 million shu 500 million taqaydi degan. Onun da yukarı diye vakti tek çıkmagan bulup men bilmeyen buluşum mening bilishimcha chiqmadi. Balkim chiqqan. Ama mening bilishimcha tek chiqmadi deb qarayman. Yani 500 million degan. Unimcha diye vaqtda super kompüterlar aran so'raydi degan. Hamda uni CPU'sini 400 necha CPU'liq aynı memory'ni 400 necha memory'liq bo'lishi kerak degan. Endi diye vaqtda 1 milliard bo'lib ketgan vaqtda diye vaqtda buni kvantum shunday yaqin ayda 1 milliard salaqlanma to'g'ri yoqda buni quantum texnikasidan qirg'oqchi yoqda uningki klassik kompyuterlar va super kompyuterlar qirg'oqda tez qila oladi va vaqtni uftalaymiz va tez unum qazanalaymiz degan. Uni keyin davolash va jihatdagi yangilik yaratish kasalliklarni shu
başlanış vaqtida bayqalaydı degan. Yani eng tez sur'atda bayqab, şunun qarta tedbirli önümni ala alay degan. Mesela alaylık rak kesilliklerini çoğu vaqtda hücre halıda bunu bayqay alaydı ve hücre halıda aşına davalaş elip baralaydı degan. Bunun için çoğu vaqtda şu davalashda texnimi olup rak kesillikki saqlayışını, rak kesillik bo'lishini oldini ala alay degan. Yani 99% alıp degan. Hazır çoğu vaqtda rak kesillik muayyen bir basqıch bağı berip bo'lgan ekan çoğu vaqtda bunu önünkinden bayıklara dengi. Eğer bu kuantum teknikse, kuantum teknik bak, terakki parça da yoksa buna yani şu molekül halette bayıklara dengi. Değil mi? Hücre altı da. Hücre altı bayıklandıkken nerede özgürüş olan hücrelerine şöyle arka davalaşılıp verip bak, ayaklara dengi. Onun gelince de partiz imligi evet muhitne sayagan meseleler çoğu da bunun da nahayet halıklı koşur olur. Mesela en addesi kün tahta. Kun taqta Güneş energetik bataryası var. Aslında şöyle muşu kuantum yani kuantum teknikasidan foydalangan. Bu joyda hozir kuantum muşu kun taqsidan qiladi. Boshqa joylarda boshqalar bo'lishi mumkin. Bu taraqqiyot vaqti joyda muşu hozir muhitni bulg'anishini oldini olgan bo'ldi va pokiz energiya taraqqiyotininki taraqqiyotga ulsag'in bo'ldi. Shuning bilan kuantum dunyosi va kelgusimizni qanday ochidi kelgusimizni qanday foydaliqlarni elib keladi degan temada so'zildik. Uning keyin vaqtda bizningki kelgusimizni qanday bir o'zgarishlarni elib berish mumkin degan masala bor. Bununcha vaqtda biz hozir bayatni so'zlab ketganimizdek mush kvantum texnikasining taraqqiy qilishiga erishib bizningki har qaysi jihatlarda taraqqiyotni yuqori taraqqiyotlarni qo'lga keltira olamiz degan. Onun başka yokta bunun terakkiyatda hozir shu dunyoda mush taraqqiyot qilgan mush kvantum texnikasi bor. Kvantum texnikasiga ega bo'lgan, burun ega bo'lgan joyda vaqtda bundan keyingi taraqqiyotga balkim bu kvantum texnikasining ilg'or texnika chiqchi bo'lgancha hukmronlik shuni qo'lida bo'ladi deb qarayapmiz. Men shunday qarayman shularni qatorida shu bundan keyingi taraqqiyot hozirgi 100 yillik taraqqiyot kimning qo'lida deb fan texnikaning kuchi Amerika'dan qo'lda. Bu qadimda vaqtda kuantum texnikasi yan texnika. Buni kim burun yo'l qo'yib, kim burun amillashtiralasa, kengaytirsa vaqtda shu hukmronlikni qo'lga oladi degan. Masalan, 5G texnikasini kim taraqqiy qiladi? Jungo taraqqiy qiladi degan. Jungoning kuchi bor degan. Igir degan bunga. Yani 5G'ni ishlatilgan har qancha ishlasak 5G'ga ajratgan xarjlagan pulimizning bir qismi Jungoga borib deganda. Bu shunday kuchli degan. Şuna kuantum texnikasi kim birinchi yo'l deyapti. Bundan keyingi kuantum kompyuterni ishlatgan kuantum maqsadli narsani ishlatgan odamlarning hammasininki bir qism puli deyapti. Ashi egasiga borib denganda. Shuna buniki taraqqiyoti inson kelgusi nihoyatda parlaq dengan. Hem raqobat turgan, hem bizningki istiqboliga qaraydi deb qaraymiz degan. Endi shundan bu kvantum texnikasi to'g'riliq qiladigan mazmunlarni asosligi tugab qoldi. Uning keyingi vaqtda bizniki shu kvantum texnikasi masalan bayon dedik yangi dorilarni taraq qildirib qiyin kasallarni hozir davolash imkoniyati yo'q bo'lgan kasallarni davolash imkoniyatiga ega qilish mumkin. Buning keyingi vaqtda shunday qilib vaqtda hozirgidan necha ming asr taraq qilgan. Hozir AI bor texnik. AGI'ga chiqib bo'lmaydi. Agar bu quantum texnik taraqqiyot qilsa vaqtda hozir taraqqiyotniki masalan bundaki yüz yilni keyin surib bersak, masalan 1925 tortib 2025 ga 100 yilga keyin bo'lsa, 100 yil taraqqiyot jo'yapti. Quantum texnik taraqqiyot qilsa 20 yilda bes bo'ladi degan. Mana ish oshirib o'tgan gap emas. Shuna quantum texnikasi kim balda ega bo'lsa, bundan keyingi hukmron shu degan. Onun kendi yoqda bizniki agar shu kvantum texnikasi munosabatlik keyingi darslarimiz kvantum mashina o'rganish boshlandi. Shuni oshna o'rganmoqchi bo'lganlar bizniki mush topimiz bor, o'zimizniki. Ya'ni Facebook topimiz bor, Telegram toplarimiz bor. Oshna kirib o'rgansanlar noldan boshlaymiz. Har qanday odam o'rganadi, uyg'urcha bilsalar, kompyuterni ochib yaparasizlar. Uni boshdan o'rganadigan bo'lgan ekan.
Tagın inglizce bilişiňiz gerek, bunu öňürmän diýsňler. Inglizce bilge wagtyňda tehdim ýaxşy boldy. Eee, Eger inglizce bilmesäňiz şol wagtda biter eslen. Çünki bizden tan öňünde 40-50 ýaşlyk Uygur aýallar bardy. Aşlam öňüne bazır işlerdi deňe. 40-50 ýaşlykda. Biz bugün atga wagtda bizden surap aş kompýuterini kanda açyma dep suraýdy. Aş aletde bolan. Şoňa bügenlik bu ketimli kanly kuantum ýürüşlik derslerimiz öde wagtda tügidi. 15-nji dersi tügetdim. Hem şol ýagda kilerdim 5-nji aýynyň 1-nji günden başlandy. Muş kuantum tehnikisi, ýani 5-nji aýynyň 1-nji haftasynyňky seýşembe güni başlandy. Kuantum tehnikisi şol ýagda kuantum maşyna öňüş başlandy. Ýani nol sebäden başlandy, muş Python öňüşden başlandy. Şu öňünlük jogallar nähmelenme gatnaşa alaýdy we özümizden YouTube kanalyna ýollanıp baňadym, Kalbildige YouTube kanalymyzga aşnaňda kirip aňlawasaňlar buludy. Buldan narsa düýellik muşu kuantum tehnikisiniňki kelgisi. Dogrulyk leksiýamyz tügidi. Şunuň bilen kiň gytymlyk dersimizce aman bolanlar. Allah emanet.